Assalomu alaykum hurmatli qadrdonlar. Mana bugun biz Centrum Holidays kompaniyasidabiz. Ro'parasi 1 yil oldin mahallamizda bir otaxonga umra safariga yo'llanma bo'lsa borarmidingiz degan savolimizga borardim degan javobni eshitganmiz. Inshaalloh mana bir qadrdon ukamiz bor, o'sha sabab o'zi hozir Yevropada. O'sha insonning duolari ijobat bo'ldi. Mana bugun inshaalloh Allohning izniyle shu yo'llanmani topshiramiz. Sizlar ham guvoh bo'lasizlar. Bu insonni hammalaring taniysizlar. Mahallamizga juda ham ko'p yaxshiliklari, juda ham ko'p xizmatlari tekkan inson. Xudo xohlasa hozir sizlar ham guvoh bo'lasizlar, bizni kuzatishga davom etinglar. Yaxshilari hali oldinda. Sog' bo'linglar. Bugun sizlar bilan bir otaxonimizga umra yo'llanmasini topshiramiz, lekin bundan otaxonda xabarlar yo'q. Hozir sizlar bilan birgalikda otaxonda emotsiyalarini ko'ramiz. Ketdik. Biz hozir tog'amizning uylariga keldik, hozir chiqishadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomat bardan baqvat. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshimisizmi? Ha. Sizga sovg'a olib keldik. Tinchlik. Bu sovg'ani juda ko'p odamlar orzu qiladi, havas qiladi, lekin Alloh nasib qilganiga bo'ladi. Centrum Holidays kompaniyasi tomonidan sizga umra safariga yo'llanma. Onam hojir qilaman, otam hojir qilaman. Mana mavlarni kiyib ketasizda, turlar sumkalari bilan. Sog' bo'ling. Bir ukamiz bor edi musofirda. O'sha sizni haqingizda ko'rsatgan edim bu bolaga. Lekin hali tayyorlangan yo'q bir 29-oktyabr kuni inshaalloh nasib qilsa Farg'onadan uchasizlar. Farg'ona Madinadan uchasizlar. Farg'onadan Madinaga mehmonga chaqirishyapti. tayyorgarliksiz. Bir kiraylik, bir duo qiling. Yelkam uzra mindirib, Ka'bani aylantirib, onam hojir qilaman, otam hojir qilaman. Dunyoda Alloh o'zi chaqirdi sizni. İnşallah. Endi Xudo xohlasa borib kelasiz. Nasıl urmuşlar ve bizi bir şaşırıp koydular endi bu. Hammasi yaxshi bo'ladi hozir. Hamma yo'g'ingiz to'langan. Hamma yo'q to'langan. Aviya biletlar, mehmonxonalaringiz hamma yo'q to'langan. Inshaalloh ertaga nasib qilsa birga bozorga borib bizda bozorlik qilib kelamiz. Xudo xohlasa birga boramiz. O'sha bolani haqqiga, ota-onasini haqqiga bir duo qilsangiz, biz turamiz. otam mening, yelkamda qanotimsiz. Allohu akbar. Assalomu alaykum.